Zamonaviy tibbiyotning murakkab va mas'uliyatli yo'nalishlaridan biri plastik jarrohlik. Bu yo'nalish estetik ko'rinishni yaxshilash, tug'ma yoki hayot davomida yuzaga kelgan nuqsonlarni bartaraf etish maqsadida amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyotlarini o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda plastik operatsiyalarga bo'lgan talab oshgan. Shuning uchun bu yo'nalishda insonlarni qiziqtirgan savollar talaygina. Bugun aynan shu mavzular: kimlar murojaat qilishmoqda, qaysi operatsiyalarga talab yuqori, xavfsizlik, trendlar va psixologik omillar haqida tajribali mutaxassis bilan suhbatlashamiz. Plastik xirurgiyaga hozirgi kunda nafaqat chiroy uchun, nafaqat go'zallik uchun tashrif buyurishadi, balki plastik xirurgiya bu rekonstruktiv xirurgiyani ham o'z ichiga oladi, ya'ni juda ham katta bo'lgan yo'nalish. Bularning ichiga kiradi tug'ma nuqsonlar, kuyishdan keyingi chandiqlar va kontrakturalarni to'g'irlash, onkologik holatlarda o'smalar olib tashalgandan keyin qayta tiklash, masalan, sut bezi rakidan keyin ko'krakni qayta tiklash. Bundan tashqari har xil chandiqlarni qayta tiklash va to'g'irlash, teridagi muammolarni to'g'irlash. Yana aytishimiz mumkin, qandli diabet kasalligida ko'pchilikda bo'ladigan holat bu oyoqda diabetik tovon rivojlanadi. Bularni ham qayta tiklashda plastik xirurgiya yordam beradi. Raklardan keyingi holatlarda limfostazlar bor, limfedema bor. Bularda ham hozirgi kunda mikroxirurgiya, super mikroxirurgiya degan yo'nalishlari bor. Plastik xirurgiyani ichiga kirib ketadi. Bular hammasi shu bitta qilib aytganda plastik xirurgiyani bo'limlari hisoblanadi. Bu faqat plastik xirurgiyaga chiroy uchun keladi, yosharish uchun keladi degan gap yo'q. Bu go'zallik yo'nalishi, yoshartirish yo'nalishi bu faqatgina bitta kichkina qismi hisoblanadi. Hozirgi kunda plastik xirurgiyada o'zimizni faoliyatda, o'zimizni O'zbekistondagi holat bo'yicha aytadigan bo'lsak, tug'ma nuqsonligi talablar katta. Va undan tashqari har xil travmadan keyingi jarohatlarni qayta tiklash, yo'l hodisalarini hisobga olgan holatda juda ham ko'p insonlarda tanasida va yuzlarida chandiqlari, shramlari bor va ularda birinchi tez yordam uchun tashrif buyurishganida chandiqlar asosan tez yordam, ya'ni birinchi yordam ko'rsatilgani uchun ularda kosmetik jihatdan chiroyli bo'lmagan holatda bitadi va shuning uchun ular qayta operatsiyaga kelishadi. Bundan tashqari rak holatlari, o'smalar qayta tiklanish holatlarida, ya'ni agar erta etapda aniqlangan bo'lsa, bularda onkologlar tomonidan operatsiya o'tkaziladi yoki mammologlar tomonidan o'tkaziladi va undan keyin plastik xirurg shu o'sma olib tashlangan holatni qayta tiklashga yordam beradi. Albatta yoshartirish va go'zallik yo'nalishi ham bor. Bugungi kunda ayniqsa aytishimiz mumkin, rinoplastika yoki qovoqlar plastikasi bizda O'zbekistonda o'zbek xalqini genetikasi va ovqatlanish rejimi, yashash tartibidan kelib chiqqan holatda o'sha qovoqlarning osilishi, qovoqlardagi churralarni kattaroq rivojlanganligini ko'rish mumkin. Shuning uchun bu holatlarda ba'zan shunaqa yosh katta insonlar keladi, ko'zlariga даже qovoqlari ustiga tushib qolgani uchun ochib yopishi qiyin, juda ham ko'rishga qiynaladi. Buni holatida ham yordam qilamiz va shu burun sohasida ham asosan faoliyat yuritamiz. Hozirgi kunda bemorlar tomonidan shu reklamaga uchgan holatda qo'pol qilib aytganda yetarli tajribaga ega bo'lmagan odamlarga borib, shu soha vakillariga borib, shulardan davolash muolajalarini olish holatlari ko'p uchramoqda. O'zi bemorlar reklamagagina e'tibor qilib emas, balki vrach qayerda o'qigan, qachon o'qigan, qaysi soha bo'yicha malaka oshirgan, hozirgi kvalifikatsiyasi qanaqa, qaysi operatsiyalarni amalga oshiradi, necha marta, necha yildan beri shug'ullanadi, shu narsalarga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Nafaqat vrach, balki shu shifokor ishlaydigan klinika, operatsiya bo'ladigan klinikani yaxshilab tekshirish kerak bo'ladi. Chunki klinikalarda albatta sanitar gigiyenik qoidalarga rioya qilinishi kerak va juda ham sterilizatsiyaga e'tibor qilish kerak. Hozirgi bemorlar orasida qon orqali yuqadigan juda ham ko'p
o'sha infeksion kasalliklar bor, virusli kasalliklar bor. Bularni oldini olish maqsadida faqatgina kvalifikatsiya bilan ishlaydigan klinikaga va shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Aldanib qolish holatlari ham ko'p uchraydi. Hozirgi kunda bunaqa holatlarda oddiy bitta ukoldan ham asложение odam qo'pol qilib aytganda o'lishi mumkin. Bitta ukoldan ham. Shuni hisobga olgan holatda har qanday operatsiya, har qanday kichkina operatsiya bo'lsa ham, hozirgi kunda qovoq operatsiyalarini ko'chada kosmetologlar qilayotgan holatlar ham ko'p uchraydi. Даже yuz operatsiyalarni qilayotgan holatlarni ko'ramiz. Bunaqa holatlarda oldini olib bo'lmaydigan nuqsonlar va asoratlar kelib chiqishi mumkin. Bunaqa holatdan bemorlar o'zligini asrashi kerak bo'ladi. Ko'pincha endi bunga sabab shu arzonroq joyda qildiraman, narxi arzonroq bo'lsin, shunaqa yo'l bilan aldanib qolishadi. Hozirgi kunda plastik xirurgiyada ham asosan endi trend desak qo'polroq bo'ladi-yu, shunaqa mavsumiy o'zgarishlar bo'ladi. Asosan bu estetik plastik xirurgiyada bo'ladi. Rekonstruksiyada bu narsa haqida gap yo'q. Rekonstruksiyada asosan avvalgi holatga qaytarish, ya'ni avvalgi organizmni sog'lom holatiga qaytarish, nuqsonlarni tiklash hisoblanadi. Estetik plastik xirurgiyada trendlar mavjud. Masalan, hozirgi kunda ko'proq Yevropadan, Turkiyadan, Rossiyadan kirib kelayotgan trendlar bular. Masalan, burunni oladigan bo'lsak, burun shaklidagi burun uchi juda ham ko'tarilgan bo'lishi. Kukulni burun deyshadi, Barbie burun deyshadi. Bular hammasi xuddi masalan kiyim kiyganda ham bitta mavsum bo'ladi, keyin sekin-sekin u narsa moda o'zgaradi. Shunaqa narsa. U narsani tavsiya qilmagan bo'lardik, chunki har bitta odamning o'zini yuzini xususiyatlari bor, formasi bor. Ya'ni shunaqa aktyorlar, shunaqa aktrisalar bor. Agar chiroy haqida gapiradigan bo'lsak, ularning burnining formasi chiroyli emas, xunuk, lekin yuziga shunaqa chiroyli tushganki, ular ideal sifatda ko'riladi. Masalan, Tom Cruizni olishimiz mumkin. Burni juda ham katta, garbinkasi bor, lekin ideal insonlardan bittasi hisoblanadi ko'pchilik erkaklar orasida. O'shaning uchun yuzni chertalarini hisobga olgan holatda notabiiy bo'lgan operatsiyalar qilish kerak emas. Plastik xirurgiyani oltin qoidalaridan bittasi operatsiya qilingani bilinmasligi kerak. Ya'ni operatsiya izlari qolmasligi kerak. Operatsiyadan keyingi natija juda ham chiroyli bo'lishi mumkin, lekin shunaqa bemorlar kelishadi, operatsiya bo'lgan, boshqa joyda operatsiya qildirgan, muammosi burni juda ham chiroyli, lekin kelib aytadi, hamma qarab, burning operatsiya bo'lgan ekan deb so'rashyapti tanishlarim deydi. Bu narsa u uchun juda ham katta depressiya berayotganini aytadi, buni holatda qayta operatsiya qildiradi bemorlar. O'shaning uchun tabiiy natija va operatsiya qilinmagandek natijaga erishish bu plastik xirurgiyaning bitta oltin qoidasi hisoblanadi. Qovoq masalasida ham shunaqa. Ya'ni ko'z bilan qosh orasi yaqin bo'lsa, buni holatda o'ylab operatsiya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni qovoq olinadigan bo'lsa, yana ham yaqin ko'rinadi. U avvalgi holatdan ham xunukroq holatga olib kelib qo'yishi mumkin. O'zi bemorlar kelganda bizni konsultatsiya odatda bir necha marta o'tkazamiz konsultatsiyani. Birinchi konsultatsiyaga kelganda bemorlar endi estetik plastik xirurgiyada bemorlar rasm ko'tarib kelishadi yoki kimnidir holatini, masalan, burunni olsak, kimnidir burnini mana shunaqa holatda qilib bering degan gapni aytishadi. Lekin aynan o'sha bemorga, boshqa bemorga qilingan operatsiya bu bemorga tushmasligi mumkin. O'shaning uchun primerni biz odatda taxminiy natijani ko'rsatishimiz mumkin operatsiyadan oldin. Hozir o'sha zamonaviy o'sha kompyuter uskunalari bu narsani ko'rsata oladi, lekin bu 100% ko'rsata olmaydi. O'shaning uchun 100%li natijaga agar bizga ishonib keladigan bo'lsa, biz faqat operatsiya vaqtida bemorni yuz shaklidan, yuz formasidan kelib chiqqan holatda bu narsaga to'xtala olamiz va bemorlarimizni ko'pchiligida bo'ladigan savollardan yana bittasi kafolat so'rashadi. Kafolat meditsinada kafolat so'rab, garantiya so'rab kelish bu g'alatiroq holat. O'zi agar
chiroydan nuqson bo'lgan taqdirda ham agar bu narsa kompleks tug'dirmayotgan bo'lsa, operatsiya qildirishi tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bemor kelayotgan payti shifokorga uni holatda asoratlari, qanaqa nojo'ya ta'sirlar bo'lishi mumkin, shularni hammasini hisobga olgan holatda operatsiya qildirish kerak bo'ladi. Ya'ni bizda ochiq aytamiz, shunaqa mamlaqa asoratlar bo'lishi mumkin, mamlaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni operatsiyadan oldin kafolat berilmaydi. Bu tibbiyotda bu narsaga hali kafolat berdi falonchi deb aytib kelishadi. Kafolat bersa, demak, u yaxshi vrach hisoblanmaydi odatda. Odatda estetik plastik xirurgiyaga keladigan bemorlar ichida juda ham ko'p psixoemotsional o'zgarishlar ko'p uchraydi. Bu narsani konsultatsiya davomida sezamiz. Konsultatsiya davomida biz nafaqat bemorni operatsiya qilish uchun, balki bemorda o'zi operatsiya qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Shu narsani birinchi savolga javob olishimiz kerak. Operatsiya qilsak, bemor natijadan xursand bo'ladimi? Shu narsani o'ylashimiz kerak. Hozirgi kunda BDD degan demak patologiya mavjud. Bu narsa inglizchadan kelib chiqqan. Dismorfik kasallik hisoblanadi. Ya'ni dismorfizm degani bemor o'zi tanasidan qoniqmaydi. Ya'ni bu narsa, bu agar patologiya aniqlansa konsultatsiya davomida, bunaqa holatda biz operatsiya qilmaymiz. Ya'ni operatsiya bunaqa holatda yordam bermaydi. Bunaqa holatda faqat psixolog yordamida bu narsaga davo topish mumkin bo'ladi. Chunki operatsiya qilingan taqdirda ham juda ham omadli chiqqan operatsiya bo'lsa ham bemorlar odatda xursand bo'lishmaydi va qoniqishmaydi. O'shaning uchun bunaqa holatlarni oldini olish kerak bo'ladi operatsiya qilishni va bemorlar bilan konsultatsiya davomida agar psixoterapiyani o'zi bilan yaxshi bo'lsa, operatsiya qilishni tavsiya qilinmaydi. Agar bemor kutayotgan natijalari juda ham tabiiy bo'lsa, juda ham minimal bo'lsa, hamma holatni, ya'ni kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlarni va bemordagi o'zgarishlarni agar qabul qila oladigan bo'lsa bemor, undagina operatsiya qilsak bo'ladi.